Assalomu alaykum Texnobozor obunachilar va tasodifiy kuzatuvchilar. Bugungi obzorimiz yangi chiqqan, kommentariyalarda ko'p so'ralgan Honor X8C smartfoni bo'ladi. Texnik xarakteristikalari, bir qiziqroq fishkalari bo'ladigan bo'lsa, shu obzorimizda aytib o'tamiz. Sizlar Texnobozor kanalidasizlar. Men Javohir Jumaboyev. Like, podpiska boshladan chiqmasin. Esa obzorimizni boshladik. Smartfonimizni unboxing etamiz, ochib olamiz. Tipi ochilmaganini, Mana ko'rdik. Obzor etishlarni. Smartfonimizni o'zi hop, komplektatsiyasida Honor X8B'da yo'q hech. Ya'ni chexoli bor. Makulaturasi ham bor. Shuni silikoновый, прозрачный чехол chiqadi ichidan. Xo'p. Быстрый зарядка, максимальный мощность 35 Вт быстрый зарядка bo'ladi. Bu yana USB, bu yana tarafi Type-C. Smartfonimiz korobkasining noutchini ko'rib oldik. Endi smartfonimizning dizaynlarini bahoradan bo'lsangizlar. Hop, Honor X8B'dan katta razziya bermayman, kamera blokini joylashuvi, lekin shu ham bosh tarafda qo'shilib ishlangan glansoy. Hop, arkasi yana dizayni sal o'zgargan berdi. Ranglari to'ys. Arkasi shunday matoviy etib ishlangan, mustahkam, o'zini yarasha. Boshqa telefon arkasidan gaplayam bo'lmalidan, lekin Samsung A15 ning arkasini shunday bosgan vaqti, yumshoq plastikdan yatilgani bilinib turadi. Bu ko'zlamasini o'zini yarasha mustahkam. Yonboshida hop, o'chirib yoqish knopkasi, ovoz boshqarish knopkasi, hop, dinamikasi, Type-C mikrofoni, keyin DP qismida mikrofon, chap tarafida SIM karta slot uchun joy bo'ladi. Smartfonimizning endi displeyna keladigan bo'lsak, smartfonimiz displeyi 6.7 dyum AMOLED displey. Hop, 120 Hz ni tashkil etadi bu smartfonimiz yodimda bo'lsa. Настройкасында yana скорость обновления 60 Гц, 120 Гц, avtoda qo'yadigan bo'lsangizlar 60 Gz dan 120 Gzgacha o'zi to'g'rilab beradi sizlar uchun. Smartfonimiz Full HD разрешениясына ega bo'ladi. 4K ya 1.5K emas, bo'ladi Full HD plus нормальный качество. 2600 nit yorug'lik berib biladi. Kamerada ko'rsak o'n yo'q ketadigan, oqarib ketadigan. Kamerada ko'rsak nima oqarib ketadi. Shu sababli aytamiz, quyoshni tengdan hazatib smartfonni ishlatsangiz bo'ladi. Yorug'ligi sizlarga umuman zo'r yetib beradi. Biz esa 2018-yilni Samsung telefonlari ya boshqa smartfonlar quyosh tengda umuman ko'rsatmasadi. Bola orqayin polni yarqisida 2600 nit yorug'lik tashkil etib hazatib ishlatsangiz bo'ladi. Yana ramkalarni aytib o'tamiz. Umuman ingichka etib ishlangan. Samsung 55, 35 degan bundan sal qimmatroq telefonlardan iri jo'rlari shunchalik turadi. Bunda hammasi deyarli bir xil etib ramkalari ingichka etib ishlangan bo'ladi. Bunda kamera bloki, selfie kamerasi iPhone'a havas etib ishlangan, ko'chirilmagan bir havas. Ya'ni hazat emas, havas etib ishlangan. Bir dona kamerasi 50 megapiksel bo'ladi. Selfie kamerasini bir dona kamera. İki kameraya boshqa vazi yo'q, prosta tak shunday model. Xo'p, smartfonimizni endi asosiy kamerasini aytamiz. 108 megapiksel. Yordamchi ultra wide kamerasi bor. Selfie kamerasi 50 megapiksel bo'ladi. Ya'ni displeyning отпечаткасini aytib o'tamiz yana. 10 dan 9 martada zo'r ko'rib beradi. Bir marta xatolik bo'lishi mumkin. Reklamni joyina keldik. Honor, Redmi, Vivo shunga o'xshagan boshqa smartfonlar kerak bo'lsa, o'sha yerda telefon raqamlari murojaat etsangiz bo'ladi. Pastda описание o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Telegram, Instagram sahifamizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Telegram sahifamizda, Instagramda istoriyalarda kundalik baholari, bu ishning iPhone'ini topsangiz ham bo'ladi. Asosiy kamerasi 1x, 2x, 3x. 3x gacha optik zoomni tashkil etib beradi, ya'ni kачествоni qochirmoq holda serial rasmga tushirib beradi bu smartfonimiz. 0.6x bor. Hop, 1x da, 2x da, 3x da rasmlarni kачествосini qochirmoq holda tushirib beradi. High-res ham programma, ya'ni shunday joyi bor. High-res ya'ni rasmlarni yana yaxshiroq sifatda sizlar uchun
rəsmə düşürsə yardım verib, ötədə dokument rejimləri var. O portret rejimi var, lakin makro syomkanı tapa bilmədim mən. Makro syomkası mənimcə yox bu smartfonumuzda. Rəsmlərə özləriz baha verib ötəsilər. Smartfonumuzda, yəni Honor X8 smartfonda prosessorun toxtaladan bozaq. O Snapdragon 685 birinci cihazanadı, 4G-nə qollab quvvatlıdır. 8 GB operativ əsasında, yəni 8 plus koşsazda boladı rəmgəsinə. Bir də eyni displeyinin kачествосы, bir də akkumulyator 5000'lik o öz yerə. Xo'p. Hazırki çıxıb durğanam, əvvəlki Android'ların zorlarından yoxcayı, bu smartfonumuz Android 15 birinci cihazdan gəldi. Korobkasını açqandan Android 15 Magic OS 9'u 0-ni təşkil etədi. Bu smartfonumuz Android 15'in yaxşı cəhəti nə onda? Tezrək işləb bərədi, buglarını, katuslarını yox etkənlər. Əvvəlki xataların üstündə işləyən boladı. Android 15'ni təşkil etədi bu smartfonumuz. Keyin smartfonumuz dünya boyunca ən yengil, ən ingichka smartfonlardan biri boladı. Yəni 701 mm-ni təşkil etədi. 174 gram boladı. Qolda duruşu umuman komfort dərəcəsində ağır emas, yengil smartfon. Lekin deyən zayıba, şuna yarasa, akkumulatoru 5000 mAh. Köp smartfonlar 4500-4000 oladı, əgər bunun ingichka bolsa. Bu smartfonumuz isə 5000 mAh akkumulyatorunu təşkil etədi. Hazırki standart 5000 mAh akkumulyator köp telefonlarda 8 mm-cə boladı. Bu smartfonumuz isə qolda zor duradı, həm akkumulyator həm yüksəkdir. Bu smartfonumuz 3 xil svetdə boladı. Şimdi matı arkası ağ sveti, qara sveti, yeşil sveti boladı. Yeşili arkası koja boladı. Honor X8 buğa oxşab, arkası eka qojanı təşkil etədi. Videomuzun axırına, yəni xulasa cayına toxtaladığım bolsaq, bu smartfonumuzun mənə yaxın tərəfləri var. Bu nə olsa? Bu smartfon yengil, real yengil, qolda duruşu umuman komfort dərəcəsində boladı. Həm 701 mm-nin içində 5000 mAh akkumulyator dıqqaları mənə yaxdı. Honor X8 bu da 4,5-yədir. Bu smartfonumuzda indi 5000 mAh akkumulyator olubdur. Yenə bir plusu, smartfonumuz korobkasına çıxıl çıxışı, paka işlətdirməkə çıxılı, bazdaşını plyonqası var, 30 Watt, 35 Watt bıstra zarədkəsi var. Smartfonumuzun ikinci yaxın tərəfi, smartfonumuz 60 Hz displeyində boğanı. Yaş vaxtından bəri mənə şimdi 60 Hz-lə yaxadı. Yəni özümə yaxın tərəfidir. İkincisi, displeyindəyi ramkələri ilacı barınca ingichka etilganligi. Samsung'ların köpüsündə belə niyyətə etib qoyarlar. Honor'larda şu cayı mənə yaxadı. X8-dan, şu ingichkədə 9-dan ingichka. İngichka displeyi umuman zor oldu. Yəni, o dedi, görsə bir göz həzət bərədi da. Yenə bir plusu, yorug'luqi niti 2600-gacha maksimalni dikləngəni quyosh tengida həzətib, hech kim kino görməsə kerak, ko'chada o'tirib, Instagram, YouTube chiqib ketadi ko'p odam. Oshq vaqtda giradigan bo'lsangiz, ko'chada yursangizlar, quyosh tushib turadigan bo'lsa, umuman xalaqit etmaydi, quyosh tengida majatib ishlasangiz bo'ladi. Kamerasi ham yaqin joyi bor. 3x-gacha optik zoom. Ya'ni hozirgi smartfonlar shunday dizaynlari o'zgarmaydi, bundan buyon shunday bo'ladi. İlacı barınca akkumulyatorunu ko'proq etib beradi, kamerasini iloji boricha yaxshiroq etib beradi. Bu rasmida menga yoqdi. Endi smartfonimizni eng qiziqarli joyiga to'xtaladigan bo'lsak, smartfonimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 8 ga 128 GB pamyatlisi, xo'p, 2.800-2.900 ming so'm atrofida. 8 ga 256 GB pamyatlisi 3.100-3.200 ming so'm atrofida yuribdi hozirgi kundagi baholari. Smartfonimizning bahosi, texnik xarakteristikalari, menga yoqmagan joylari bilan sizni tanishtirib o'tdim. Sizga qaysi jihati yoqdi yoki de yoqmadi, kommentariya yozib o'tib keting. Keyingi obzorimiz nima bo'lishini ham siz kommentariya yozib ketsangiz, bizga ko'rib, qaysi telefonni ishlashimizni ko'rib o'tamiz. Shunga yarasha yana videolarni chiqarib turibmiz. Sizlar Texnobozor kanalida bo'ldingizlar. Men Javohir Jumaboyev. Like pattifga bosishdan chiqmasin. Eng ongzat narsa bu, to'g'rimi? Like bosib qo'yasiz, bizlar shundan motivatsiya olib yana video ishlashda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.